Assalomu alaykum do'stlar. Lekin Xo'jildagi masjidimiz ham bitib chamolayotgan ekan. Hozir masjidimizni bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunga почти bitin deb turibdi. Qo'l ko'maklar bo'ladigan bo'lsa, xarajat tomonlama ko'mak beraman deydilar bo'lsa, bemalol mana pastda telefon nomerlar bo'ladi. Plastik nomerlar bo'ladi. Shu zona qilib kelaversangiz bo'ladi. Ko'mak beraman deydilar bo'lsa, hozir ishlarni bir ko'rsatib beramiz. Ne masjidimiz oldindan ko'rinishi. Hozir ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Почти bitib qolgan ekan. Tugada chamalabdi. Polni ichki жұмыслар ham, malyarka жұмыслар ham bitin debdi. Kimdir qo'l ko'mak beraman deydim bo'lsa, shu xo'jalikka kelaversa bo'ladi. Pastda telefon nomeriga zona qilsangiz, o'zi manzilda tushuntirib aytib beradi. Postdan chapga kirib kelsangiz, shu yerda ustagalar ko'mak berib o'tirgan ekan. Qo'l ko'mak berayotganlar ham bor ekan shunda mana. Svarka жұмыслары, ichki жұмыслары ketyapti. Biz bu yoqlardan bir tushirib beramiz. Orada menga ko'makga ketdi. Yana qo'maraman. Sartan malyarkasi hozir rotbond tortilib bo'ldi. Endi ozmas mablag' tomonlamada ozmas ko'maklarimiz bo'lsa, plastiklar bo'ladi shu yerda. Shularga tashlab o'tib ketsangiz bo'ladi. Nega bu yerda poyezd yo'lning qarshısında. Mana ovulda. Mana ovulning qarshısında. Bir daha sentralniy yo'l mana ki. Haligi masjid qurilsa yaxshi bo'ladi, hamma tomonlama. Mana tomonlar ham почти bitib qolgan ekan mana ki. Demagamada ancha vaqtlar bo'lib ketdi. Endi bu yerga qo'l ko'mak, pul ko'mak kerak bo'lib turibdi. Azroq жұмыслар qolgan ekan. Почти bitgan. Azroq qo'l ko'mak. Orqa tomoni sentralniy yo'l bunga. Ko'p qayta remont bo'layotgan ekan. Shunday. Mana qo'l ko'maklarimiz bo'lsa, pul yoqlama ko'maklarimiz bo'lsa-da xabarlashsangiz, pastda telefon nomeri bilan plastik nomer bor. Shularga pul yoqlama ko'mak bersangiz ham bo'ladi, kelib ko'mak bersangiz ham bo'ladi. Lekin bunday yerda shu bunday yerda ko'pchilik yordam beruvga ko'pchilik qiziqadi. Shuning uchun telefon qilavering. Azmas yordam berib bersangiz, hozircha rotbond жұмыслары ketayotgan ekan. Üstüne yatayına bir azmas netse, şu bilan chamalayapti. Qo'l ko'maklari bo'ladigan bo'lsa, ustakalar birga ko'mak bersangiz ham ko'p foydasi tegadi. Shunday. Почти bitib qolgan. Azmas qo'l ko'maklari bo'ladigan bo'lsa, pul yoqlama ko'maklari bo'ladigan bo'lsa, xabarlashsangiz bo'ladi. Pastda telefon nomeri bilan plastik bor. Plastikka pul ko'mak berib bersangiz ham, pul tashlab bersangiz ham bo'ladi. Rahmat hammaga. Iloji bo'lsa Telegram gruppalarga, WhatsApp gruppalarga, har turli gruppalarga tarqatib bersangiz, tezroq azmas videomiz tarqalsa, ko'proq ko'mak bo'lar edi. Azmas pul yoqlama ko'mak bo'lsa, xolasa Alloh bersa bitin deb turibdi ekan mana ki Xo'jildagi masjidimiz. Mana shunday. Mablag' tomonlamada, qo'l ko'mak tomonlamada ko'mak kerak. Ko'maklashib bersangiz. Почти bitin deb turib Alloh bersa, Allohning uyina ko'mak berish kerak.
üstünde kumbazdan ko'rib turibsizlar buniki. Qayoqdan kelganini bir aytib edi, unutib hozir. Shu olam shu yuqori betlardan keldi. Qayoqlardan ekan bilmayman aytyor. Bir aytib edi, unutib turmanaz. Unda videoni tarqatuvchilarning Telegram gruppalari bor, Instagram gruppalar, WhatsApp gruppalar tarqatib azmas ko'mak bo'lar edi. Shu masjidimiz tezroq bituvini. O'zi почти bitib qolgan. Endi ozroq podдержка bo'lsa tezroq bitib qolar edi. Rahmat hammaga.